Bugun shunaqayam fayzli xonadonga kelganmizki, eshikdan kirib kelishinglar bilan fayzini o'zinglar his qilasizlar. 61 kvadrat metr, 69.300 AQSh dollariga, 2 ga 3 ta balkonli katta prixoshkasiga ega. Remontlari esa a'lo holatda bo'lgan. Tayyor mebel texnikasiga ega fayzli xonadonimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz esa Yunusobod tumani 19-mavzeda joylashgan bo'lib, 2 xona 3 xona qilingan 4-qavat 5 qavatli dom. Umumiy maydonimiz esa 61 kvadrat metr tashkil qiladi. Unda uyimizni to'liq obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Kirib yashash uchun tayyor fayzli xonadon xohlaganmidingiz? Bu videoni siz aniq ko'rishingiz shart. Mo'ljalimiz esa bolalar bog'chasi. Balkonimiz 2 ga 3 ikkita balkon tashkil qiladi. Uyimizning remontlari a'lo holatda. Xonadonimiz o'zining barcha mebel va texnikalar bilan birgalikda sotilmoqda. Lokatsiyamiz juda qulay joyda joylashgan bo'lib, yo'nalishli avtobus, ko'ngilochar maskanlarga juda ham yaqin. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 69.300 AQSh dollarini tashkil qiladi. Baraka uylar sizga eng yaxshisini ulashadi.